Ko'chmas mulkingiz bormi? Unda bu video aynan siz uchun. Kadastr pasportini olish hali hech qachon bunchalik oson bo'lmagan. Unuting uzun navbatlar, idora yurishlarni. Endi hammasini uydan chiqmasdan, kompyuter yoki smartfoningizda hal qilsangiz bo'ladi. Buning uchun bor yo'g'i 3 ta qadam kifoya. Birinchisi, my.gov.uz portalida ro'yxatdan o'tasiz. Ikkinchisi, kadastr bo'limiga kirib, kerakli xizmatni tanlaysiz. Uchinchisi, ma'lumotlarni to'ldirib, arizani yuborasiz. Bo'ldi. Muhim eslatma, arizaga ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni tasdiqlovchi hujjatingizni biriktirishni unutmang. Murojaatingiz ko'rib chiqilgach, tayyor elektron kadastr pasporti shaxsiy kabinetingizga keladi. Qog'oz shaklini kutib o'tirish shart emas. Vaqtingizni tejang, imkoniyatdan foydalaning. Ushbu foydali videoni yaqinlaringizga ham yuboring.